mashina minish harom emas. Chiroyli uy solishlik harom emas. Chiroyli to'kin sotishun boy badavlat hayot kechirish harom emas. Chunki Alloh taolo bandalarga chiqargan bu ne'matlarni. Siz ibodatni hozir o'lib qoladigandaqa qilib turib, imoratda 1000 yil yashaydigandaqa soling. Alloh taologa ibodatni zo'r qilib qo'yib turib, milliard dollar topysizmi? Muammo nimada? Bittasini qilyapti-da biz odamlarimiz. Pul topgani, faqatgina pulga kirishib kelib turib, ibodat tashab qo'yapti. Ibodat qilayotganini qarasangiz, faqat ibodat qilyapti, dunyoda tashab qo'yapti. Ikkalasi ham noto'g'ri birodarlar. Ikkalasini bitta qilishlik kerak bo'ladi. Inson o'zini zimmasiga yuklatilgan ibodatni qilsin, Alloh taolo o'zini zimmasiga olgan rizqni Robbisiga tashasin. Agar inson mana shu ikkala ishni jamlaydigan bo'lsa, ibodatni ham, mehnatni ham